Bu g'alati-ku. Bu salafan nima qilaman men buni? Nega yerga tashlayapsan? Sen musor. Mashina nima qiladi? Mashina musorga tashlaysan borib. Atrof muhitni toza saqlash o'zimizga bog'liq. Mana aqlli haydovchi oynasidan musor tashab, atrof muhitni ifloslayapti. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 123-moddasiga asosan atrof muhitda mashina tashqariga musor tashlash taqiqlanadi. Hatto jarimasi ham bor. Shu qonunni gaplashamiz. Sigaretni tashladi, ko'rdinglar? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. G'alati emasmi uni musor tashlash? Nimasi g'alati bo'lishi kerak? Tushunmadim. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 123-moddasiga asosan avtomobildan tashqariga musor tashish taqiqlanadi. Hattoki jarimasi ham bor buni. Sanga nima? G'alati emasmi? Sen O'zbekistonda yashaysan. Sanga nima? Hamma o'z-o'ziga javob bermaydimi? Aqlli. Mana shu holat, mana shu video mashinaning raqami bilan ichki ishlarga ketadi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 123-moddasiga asosan javobgarlikka tortilasiz. Mana shu musorni ham tashlang. Ya'g'i shunaqa qilib ko'payib ketyapti o'zi lekin. Biz yashash qo'ymayapsiz sizlar lekin mana shu narsalar bilan. Mana sigaret, mana ko'rsatib beraman sizlarga. Mana sigaret. Mani mashinam metanda yuraman. Ertaga gaz chiqib qolsa, hidi chiqib qolsa, mana bunday sigaretni tashlasa yo'lda ketayotganda, mabodo portlab qolish ehtimoli ham bor. Nima qilish kerak emas aka? Ya'g'i. Ya, menga farqi yo'q. Mashinangiz anaqa ketadi ichki ishlarga. Shunday paketingizni mashinaga tashqariga olmang. Bu paket nima qilaman men? Mayli, menga farqi yo'q. Bo'ldi bu holat ichki ishlarga ketadi. Men Instagram qahramoniga aylanay. Nima bu? Bu g'alati-ku. Bu salafan nima qilaman men buni? Nega yerga tashlayapsan? Sen musor. Mashina nima qiladi? Mashina musorga tashlaysan borib. Mo'y. Nima u?